Davom etamiz. Asaka tumanida siyosatdagi yoshlar bellashdi. Intellektual turnir O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi tomonidan tashkil etilgan. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Bugungi kunda jamiyatni taraqqiyot sari yetaklovchi asosiy kuch bu faol va bilimli yoshlar. Ularning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki va dolzarb masalalarga nisbatan o'z nuqtai nazariga ega bo'lishi mamlakat kelajagini belgilovchi muhim omillardan biri. Bu turnir yoshlarning siyosiy huquqiy bilimlarini oshirish, ularda jamoatchilik boshqaruvi va liderlik ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida o'tkazildi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi tomonidan tashkil etilgan siyosatdagi yoshlar intellektual turniri yoshlarni ijtimoiy, siyosiy, huquqiy bilimlarini oshirish, iste'dodlarni aniqlash, ijodkor yoshlarni ijodiga ko'maklashish hamda yoshlar ichidan deputatlikka zaxiralarni tayyorlab borish, shuningdek partiyamiz safini kengaytirish va shu bilan birgalikda yoshlarni faollikka chaqirish maqsadida bugungi turnirni tashkil qildik. Bu turnirda yoshlarimiz 3 ta shart bilan bahs-munozara o'tkazildi. Bahs-munozara qizg'in tarzda tashkil etildi. Turnirda Asaka tumanidagi 5 ta politexnikumning faol yoshlari ishtirok etdi. Tadbir 2 bosqichda tashkil etilgan. Jarayon davomida qatnashchilar siyosat, huquq, iqtisodiyot va jamoatchilik boshqaruvi bo'yicha o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Bugun Asaka tumani Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida bo'lib o'tgan zakovat intellektual o'yini juda ham qiziqarli va maroqli bo'ldi. Menga yoqdi. Yoshlarimiz uchun mana shunday o'yinlarni yanada ko'proq qilishlarini so'rab qolamiz. Zakovat intellektual o'yinida bu partiyaning dasturi, konstitutsiyadan ko'plab savollar tushdi va bizning Avitsenna jamoasi g'olib bo'ldi va biz bundan juda ham xursandmiz. Savollarni izlandik, o'qidik. O'zi komandamiz bo'yicha maqtanish emas, a'lochilar yig'ilgan. Barcha savollarga to'g'ri javob berdik. Yakuniy natijalarga ko'ra Avitsenna jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi o'rin Asaka 1-son politexnikumining diplomatlariga, 3-pog'ona esa 5-son politexnikumining kelajak siyosatchilari jamoasiga nasib etdi. G'oliblar tashkilotchilarning diplom va sovg'alari bilan taqdirlandi.